Bu avtomobil bekorga Rossiya bozorini zabt etgani yo'q. Hozir men sizga O'zbekistonda ham juda ham iliq qarshi olingan Haval avtomobillarining eng zo'r 3 ta jihatini sanab beraman. Birinchi eng zo'r jihati Haval avtomobilining 4 tala baloni mustaqil podveska bilan jihozlangan. Bu degani yo'l notekis bo'lsa ham avtomobil yurishda barqarorlikni yo'qotmaydi. 4 tala balon yo'lga alohida moslashadi. Bu ayniqsa bizni notekis yo'llarimiz uchun ayni muddaodir. Ikkinchi zo'r jihati Haval avtomobillari sizga narxiga nisbatan juda ham ko'plab komfortlarni taklif qila oladi. Misol uchun men hozir Havalning eng byudjetli avtomobilida o'tiribman. Lekin bu avtomobil sizni abagrev, elektronniy ruchnik, juda ham qulay bo'lgan sideniyalar va ko'plab funksiyalar bilan qarshi oladi. Bunaqa narxga bunaqa komfortni boshqa avtomobillardan topa olmaysiz. Uchinchi zo'r jihati siz O'zbekistonda Haval avtomobillarini Haval Olmaliq avtosaloniga kelgan holda 48 oygacha foizsiz muddatli to'lov asosida xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi va aynan mana shu avtosalonda bepul test drive xizmati ham bor. Kelib, haydab ko'rib, ma'qul bo'lgandan keyin foizsiz muddatli to'lovga xarid qilib olishingiz mumkin. Agarda sizga avtomobilning narxlari va to'lov grafiklari qiziq bo'lsa, video ostida plus belgisini yozib qoldiring.